Demak, IDC kitobidan iqtidorli o'quvchilar uchun misollarni ko'rishda davom etamiz. Demak, buni bittada o'tamiz desak, videoni hajmi katta bo'lib ketdi. O'shaning uchun imkoni boricha sizlarga noqulayliklar bo'lmas uchun videoni kichkina joylayapmiz. Ya'ni 12 minutdan 15 minutgacha bo'lgan videolarni joylayapmiz. Ko'rishda qanaqadir noqulayliklar, videoni ochishda noqulayliklar bo'lmasligi uchun. Demak, 99-misoldan boshlab ishlar ekanlik. Narigi videoni ham joylaymiz 98 gacha. 99 dan bu yog'ini ham ikkalasini birga joylab qo'yamiz YouTube kanalimizga. O'tib bemalol ko'rib, like bosasizlar degan umiddamiz. Demak, YouTube algoritmi shunaqa, qanchalik ko'proq like bossa, komment yozsak, shunaqangi ko'p odamlarni jalb qila boshlaydi. Shu uchun sizlardan bitta iltimos, o'sha mehnatimizni qadrlagan holda videolarimizga like bosasizlar va yaqinlarga ulashasizlar degan umiddamiz. Demak, A soni 9 ga bo'linadigan 2222 xonali son bo'lsin. A sonining raqamlari yig'indisi B ga, B sonining raqamlari yig'indisi D ga bo'lsa, D sonining raqamlari yig'indisini toping. Demak, qaranglar, A soni 9 ga bo'linadigan 2222 xonali son bo'lsin. Demak, biz eng maksimal sonni tanlab ko'ramiz. Ya'ni 9, 9, 9 va hokazo 9, 2222 ta 9 tanlaymiz. 2222 ta 9 tanlasak, buni raqamlar yig'indisi bo'lsa 2222 ko'paytirilgan 9 bo'ladi. Buni hisoblaydigan bo'lsak 8, 9, 9, 19. Demak, 19998 bo'lar ekan. Bu bizda B soniga teng bo'ldi. Endi aytyapti A sonining raqamlar yig'indisi B, B sonining raqamlar yig'indisi D. Demak, mana buni raqamlar yig'indisini D deyapti. Buni raqamlar yig'indisini qo'shib chiqadigan bo'lsak, 1 ga 8 9, 9 ga 9 18, 18 ga 9 27 chiqar ekan. Bizdan endi buni ham raqamlar yig'indisini so'rayapti. Buni raqamlar yig'indisi 9 chiqar. Demak, maksimal son olganimizda ham raqamlar yig'indisi 9 chiqdi. Bu degani barcha o'sha 2222 xonali sonlarni 9 ga bo'lganimizda qoldiqsiz bo'linadigan barcha sonlar yig'indisi oxirida raqamlar yig'indisi baribir 9 chiqar ekan. Keyingi misolimiz 1 2 3 4 5 6 raqamlarni bir martadan ishlatib 6 xonali son yozildi. Hosil bo'lgan son 11 ga bo'linishi mumkinmi deyapti. 11 ga bo'linish qoidasi bizda nima? Juft o'rinda turgan raqamlar yig'indisidan toq o'rinda turgan raqamlar yig'indisini ayirsam 0 yoki 11 bo'lishi kerak. Demak, men avval mana bularni bir-biriga qo'shib ko'raman. Chunki umumiy yig'indi kerak menga, o'shani 2 ga bo'lib olaman, yig'indini o'zimga keyin keltirib olaman shu joydan. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 ni hisoblasam menda 21 chiqadi. Demak, 21 ni teng 2 ta bo'lakka bo'lib bo'lmaydi. Ya'ni teng 2 ta bo'lakka bo'lsamgina ayirsam 0 chiqadi. Lekin hozir buni teng 2 ga bo'lib bo'lmaydi. Shuning uchun ayirsam 11 chiqadigan ikkita guruh qilsam bo'ladi lekin. Ya'ni masalan 16 bilan 5 qiladigan bo'lsam, qo'shsam ularni 21 chiqadi, ayirsam 11 chiqadi. Men 6 xonali son yozmoqchiman. Ularni demak toq o'rinda turganlarning yig'indisi 5 chiqishi kerak, juft o'rinda turganlarning yig'indisi 16 chiqishi kerak. Demak, men 5 chiqish uchun eng kichkina uchtasini olib ko'rsam ham 1 plus 2 plus 3 sonlarni olib ko'rsam ham yig'indi 6 chiqyapti. Demak, bu 6 chiqqandan keyin narigilarning yig'indisi jami yig'indi 21 bo'lgandan keyin 15 bo'lib qoladi. Bularni ikkalasini ayirsam 9 chiqyapti. Demak, mumkin emas ekan. Keyingisida endi e'tibor beringlar. 1 2 3 4 5 6 7 raqamlarni bir martadan ishlatib 11 ga bo'linadigan biror 7 xonali son yozing deyapti. Qaranglar, demak, buni ham raqamlarni qo'shib chiqsak endi bizda 28 chiqadi. 28 chiqadi degani 12 ta ayirmasi 0 ko'rinishida tasvirlab bo'ladi. Ya'ni 14 va 14. 14 dan 14 ayirsam 0. Demak, bu degani men A, B, C, D, E, F, G ko'rinishidagi son olsam, A, C, E, G ning yig'indisi ham 14 chiqishi kerak. B, D, F yig'indisi ham 14 chiqishi kerak. Demak, men birinchi A, C, E, G ning yig'indisi 14 chiqishidan foydalanaman, 4 tasini. Demak, menda 1 sonini olsam, C o'rniga 2 sonini olsam, Y o'rniga 6, G o'rniga 5 sonini olsam, bu yoqqa 3, 4, 7 qolib ketadi. Demak, mana bu sonim bo'lanadi menda 11 ga. Chunki ayirmasi 0 chiqyapti. Biz ikkinchi misolga o'tdik. 1 1 1 1 va hokazo 27 ta 1 ketma-ket yozilibdi. Mana shu sonni 27 ga bo'linishini isbotlashimiz kerak ekan. Demak, bu misolni qaranglar. 27 ta 1 ketma-ket yozildi degani, bu sonimizda raqamlar yig'indisi bizda 27 chiqdi degan. Demak, raqamlar yig'indisi 27 chiqdi. Demak, biz ikkinchi misolda 27 ta 1 ni 27 ga bo'linishini ko'rsating deyapti.
Bilamanki bu 27 ta bir yozilgandan keyin uning raqamlari yig'indisi 27 bo'ladi. Demak, raqamlar yig'indisi 27 ga bo'lingan son 9 ga ham bo'linadi. Raqamlar yig'indisi 27 bo'lgan son 3 ga ham bo'linadi. Bundan kelib chiqadi 3 ga ham 9 ga ham bo'lingan son 27 ga ham bo'linadi. Keyingi misolimiz ikkita murakkab son yig'indisi ko'rinishida yozib bo'lmaydigan barcha tub sonlarni toping. Demak, qaranglar, aniq bilaman 2 ni yozib bo'lmaydi, chunki 2 gacha murakkab sonning o'zi yo'q. 3 ham yozib bo'lmaydi, chunki 3 gacha ham murakkab sonning o'zi yo'q. 5 ham yozib bo'lmaydi. Nimaga? Chunki 5 gacha faqat bitta murakkab sonim bor, u ham 4. Keyingisi 7 ni ham yozib bo'lmaydi, chunki 7 gacha faqat ikkita murakkab sonim bor, 4 va 6. Ularning yig'indisi 7 ni bermaydi. Keyingisi 11 ni yozib ko'rish kerak. 11 gacha bo'lgan murakkab sonlarim 4, 6, 9, 10. Ular hech qaysi ikkitasini qo'shsam, menda 11 ni bermaydi. Keyingi tub sonim 13. 13 gacha tub sonlarim 4 yana 4, keyin 9, 6, 12, 10. Bu yerda 4 ga 9 ni qo'shib ko'radigan bo'lsam, menda 13 beradi. Demak, endi borgan sari mana 17, 23 larga borgan sari ulardan keyingi murakkab sonlar ko'payib ketish natijasida ikkita murakkab son yig'indisi ko'rinishi tasvirlab bo'ladi ularni. Mana bu 5 ta tub sonim esa hech qanaqasiga ikkita murakkab son ko'rinishi tasvirlab bo'lmaydi. 1-4-misolda p va p kvadrat plus sonlari tub son bo'lsa deyapti, p larni toping. Endi qaranglar, p larni men tanlashim mumkin. P teng 3k ko'rinishida, ya'ni 3 ga bo'linadigan sonlar ko'rinishida tasvirlayman birinchi. Bunda mana bu sonim 3k bo'lib qoladi, mana bu sonim 9k kvadrat plus 2 bo'lib qoladi. Endi bu yerda faqat k 1 ni olish mumkin, chunki agar k 2 bo'lib qolsa ham, mana bu sonim 6 bo'lib qoladi-da, 6 3 ga bo'linib qoladi, ya'ni tub son bo'lmaydi. Kani uni 2 ni tekshirib ko'rsam, mana bu sonim 3 bo'ladi, mana bu sonim 11 bo'ladi. Ikkalasi ham tub, buni olsam bo'ladi. Endi ikkinchi holim p teng 3k plus 1 olsam, ya'ni 3 ga bo'lganda faqat 0 qoldiq, 1 qoldi yoki 2 qoldi qolish mumkin. 1 qoldi qoladigan sonlarni keltirib qo'ysam, 3k plus 1 bu haqida hech nima deb bilmayman. Men buni o'rniga qo'yadigan bo'lsam, 3k plus 1 ning kvadrati plus 2. Bu yog'i 9k kvadrat plus 6k plus 3 bo'lib qoladi. Demak, mana bu ifodam ko'rinib turibdi, 3 ga bo'linadi. Demak, bu 3k plus 1 olganimda hech qanaqa qiymatida tub sonlar chiqmas ekan. Va oxirgisi p teng 3k plus 2 ko'rinishidagi sonni olsam, birinchi sonim 3k plus 2 bo'ladi, ikkinchisi 3k plus 2 ning kvadrati plus 1 ko'rinishidagi son bo'ladi-da, 9k kvadrat plus 6k, 2 edi, plus 2. Plus 2 ko'rinishidagi son bo'ladi, plus 6. Mana bu ifodam yana 3 ga bo'linadigan son bo'lib qolyapti. Demak, 3 ga bo'linadi degan u tub son emas degan. Demak, bu 3k plus 2 tanlaganimda ham bironta tub son bo'lmas ekan. Demak, menda tub son chiqadigan ifoda faqat bitta ekan, u ham bo'lsa 3 va 11 sonlari ekan. 105-misolda 1, 2, 3, 2023, 2024, 2025 sonlari to'plamining eng ko'pi bilan nechta tub son tanlab olish, nechta son tanlab olish mumkin? Bunda tanlangan sonlarning ixtiyoriy ikkitasining ayirmasi murakkab son. Demak, qaranglar. Ikkita sonning ayirmasini mabodo 2 deb o'ylasam, men eng boshidagi ikkitasining ayirmasini 2 deb o'ylasam, bo'lmaydi, chunki 2 ni o'zi tub son emas. Agar 3 deb o'ylab ko'rsam ham, 3 o'zi ham tub son emas, bu ham bo'lmaydi. Ana endi boshida yozgan ikkita sonning ayirmasini 4 deb olsam, bu bo'lishi mumkin. Chunki 4 murakkab son. Endi qaranglar, borgan keyingi ikkitasining ayirmasini ham 2 tanlay olmayman, chunki 2 tanlasam tub son bo'lib qoladi, bo'lmaydi. 3 ham tanlay olmayman. Demak, men eng ko'p son yozishim uchun mana bu ayirmalar eng kichik bo'lishi kerak menda. Demak, hammasining ayirmasi eng kichikda 4 bo'la oladi faqat. To'g'ri, 6, 8 dan bo'lishi mumkin, lekin 6, 8 bo'lganda sonlarim kattalashib boraveradi va sonlarim kam bo'ladi. Menda bu yerda eng ko'p tanlab olish mumkin deyapti. Demak, bunda hammasining ayirmasi 4 bo'lishi kerak. Demak, masalan, birinchi sonni 1 olsam, ikkinchi sonim 5, keyingisi 9, keyingisi 13 shu tartibda ketish kerak ekan. Demak, 1 dan 2025 gacha men nechta son borligini topaman. Anaqa 1 ga 4 ga bo'lganimda 1 qoldi qoladi degan. Demak, birinchi sonim menda A11, oxirgi sonim AN 2025. Buni topaman. Demak, 2025 barobar 1 plus bularning ayirmasi 4 ga teng, d ko'paygan n - 1 dan, ya'ni arifmetik progressiya. Bu yerdan endi topsam 507 ta chiqar ekan. Demak, 507 ta son olishim mumkin. Bu yerda ayirmasi murakkab son bo'ladi degan. Yaxshi, bugungi bunaqa IDC ning ikkinchi qismidagi anaqalar ham tugadi, misollar ham iqtidorli o'quvchilar uchun. Bizni kuzatishda davom eting. Eng yaxshi yechimlar Best Math kanalida.